Uyga kirishim bilan uning quchog'iga tushdim. U meni divanga asta yotqizdi. Sochlarimni ohista silab, lablarimdan bo'sa oldi. Xolamni eri bilan. Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bahor oqshomlari allaqachon iliq tus ola boshlagan daraxtlar g'unchalarini ochib, shirin hidlar atrofga taralayotgan edi. Shu paytda men xolamnikiga tez-tez qatnaydigan bo'ldim. Xolam har doim mehribon va quvnoq, ammo ko'p hollarda yolg'iz edi. Ammo bu safar meni boshqa bir kishi, xolamning eri Jasur aka ko'proq o'ziga jalb qila boshladi. Jasur aka baland bo'yli, barvasta va o'ziga xos jozibaga ega erkak edi. Uning har bir so'zi, har bir nigohi yuragimni titratardi. Bir kuni kechqurun xolam qayergadir chiqib ketdi. Uyda faqat ikkimiz qolib suhbatlashib o'tirdik. Uning ovozi quloqlarimda shirin sadoday yangrar, ko'zlari esa meni bir sirli, ehtirosli olamga tortardi. Bir lahzada jimlik cho'kdi, faqat yurak urishim eshitilardi. Jasur aka sekin qo'limdan ushladi. Uning iliq qo'llari tanamni titratdi. Nigohlarimiz to'qnashdi. Bu mehr va ehtiros aralashgan, qochib qutulib bo'lmaydigan his edi. U meni sekin bag'riga tortdi. Nafasim qizib ketdi, yuragim qattiq urardi. Shu oqshom u bilan birinchi marta taqiqlangan, lekin shunchalik yoqimli va ehtirosli lahzalarni his qildim. Uning qo'llari, lablari har bir joyimni mehr bilan o'pardi. Xonani ehtiros va sirli sevgi hissi qamrab olgan edi. Shu kundan boshlab bizni yashirin, ehtirosli telba sevgi bog'lab qo'ydi. Har safar ko'rishganimizda yuragim urishdan to'xtab qolayotgandek tuyulardi. Lablarimiz har gal o'sha birinchi bo'sa kabi shirin va mehrli edi. Kunlar o'tgan sari bizning uchrashuvlarimiz yanada chuqurroq, yanada ehtirosli tus ola boshladi. Xolam har safar ish bilan yoki do'stlari bilan uyda yo'qligida biz ikkalamiz butunlay boshqa dunyoga sho'ng'irdik. Tushdan keyin xolam do'konlarga chiqib ketgan edi. Jasur aka meni telefon qilib chaqirdi. Ovozi odatdagidan past, sirli va ehtiros bilan to'la edi. Uyga kirishim bilan uning quchog'iga tushdim. U meni divanga asta yotqizdi. Sochlarimni ohista silab, lablarimdan bo'sa oldi. Uning qo'llari har bir joyimni mehr bilan o'rganar, lablari bo'yinlarimdan ehtiros bilan sayr qilar edi. Nafaslarimiz bir-biriga aralashib ketdi. Yuraklarimiz birdaniga tez urardi. Uning qo'llari pastroqqa sirg'alib, tanamdagi har bir nuqtani qiziqish bilan o'rgana boshladi. U meni o'ziga yanada yaqin tortdi. Tanalarimiz bir-biriga qattiq yopishdi. O'sha daqiqalarda vaqt to'xtagandek edi. Faqat ehtiros, mehr va zavq, boshqa hech narsa muhim emasdi. Uning issiq nafaslari quloqlarimda shivirlab meni butkul mast qilardi. Har bir harakatida ehtiros bilan aralashgan sevgi hissi bor edi. U meni butunlay o'ziga bo'ysundirdi. Men esa hech qanday qarshilik ko'rsata olmasdim. O'sha kun, o'sha oqshom biz uchun unutilmas bo'ldi. Har gal ko'zlarimni yumganimda Jasur akaning iliq bag'ri, kuchli quchog'i va ehtirosli bo'salarini eslayman. Bu taqiqlangan, ammo telba ehtiros bilan yo'g'rilgan sevgi har safar meni o'ziga yanada ko'proq bog'lab borardi. Kunlar, haftalar, oylar shunday ehtirosli uchrashuvlar bilan o'taverdi. Har gal Jasur aka bilan ko'rishganimda qalbimdagi his-tuyg'ular yanada kuchayardi. Tanam esa uning bag'rida yana va yana erib ketishni xohlardi. Ammo bir kuni kutilmagan voqea yuz berdi. Oxirgi uchrashuvlarimizdan so'ng o'zimdagi o'zgarishlarni sezishni boshladim. Ko'nglim tez-tez ayniydi, boshim aylanardi. Tanamda nimadir o'zgarayotganini tushunardim.
Ichimda bir g'ayrioddiy his uyg'ondi. Sinov natijasini ko'rgach qo'lim titradi. Men homilador edim. Boshida bu xabar meni hayrat va qo'rquvga soldi. Bilardim bu bola Jasur akaninki. Bu sirni yashirish esa imkonsiz edi. Har safar ko'zlarimga yosh kelardi, lekin yuragimda hamon unga bo'lgan ehtiros va sevgi hukmron edi. Oradan ko'p o'tmay xolam mening o'zgarib qolganimni sezdi. U ehtiyotkorlik bilan so'rab surishtira boshladi, lekin men javob bera olmadim. Bir kuni u mening yashirincha test qilayotganimni ko'rib qo'ydi. Qo'lidagi natija varag'iga qarab ko'zlari keng ochildi. "Bu nima? Bu rostmi?" dedi xolam ovozi titrab. Uning ko'zlarida hayrat, g'azab va xiyonat alomati zohir edi. Men esa ko'zlarimga yosh olib hech nima deyolmadim. Xolam albatta darrov kimdan ekanini tushundi. Jasur akadan. Uni bu sir ortiq yashirin bo'lib qola olmadi. O'sha kundan boshlab hayot butunlay o'zgardi. Xolam, Jasur aka va men 3 kishining orasida chuqur sukut va alamli ehtiros paydo bo'ldi. Ammo tanamda ulg'ayib borayotgan bu bola bizning taqiqlangan sevgimizning yagona isboti edi. Qalbim ehtirosga berilib, aqlimni unutdim. Har bir shirin lahza uchun qimmat narx to'ladim. Begona baxtga ko'z tikib o'zimni yo'qotdim. Endi kech bo'lsa-da angladim. Bu xato edi. Sevgi nomi bilan aldangan yuraklar azob chekadi. Halol yo'l baxtning yagona kaliti ekan. Xiyonat hech qachon chin baxt olib kelmaydi. Or-nomusni qadrlash ayolning eng ulug' ziynati.